Onishki muqami Harlaq Junqa madaniyat xazinasidagi bebaho guhar. Emgekcan, ijodchan Uyg'ur xalqining aql farostining jabiri. Uyg'ur hayotining hamma taraflarini muzik tili bilan bayon qiladigan badiiy qomusdir. Uningda Uyg'ur xalqining hayoti va go'zal ma'naviyati, istak xohishlari, tarixiy reallik va turmush muhitidan kelib chiqqan muhabbat nafratlari, inson tafakkurining muzika, badiiy adabiyot va usul qatorliq xilma-xil shakllari bilan ifodalangan. Mundaq muzika asri dunyo millatlarining san'at tarixida kam uchraydigan alohida asar bo'lg'achqa, Sharq muzika madaniyatidagi mo'jiza deb ta'riflanmoqda. Uyg'ur muqomlarining tarixi uzun, orz ko'rinishi keng va cho'ng. Muqomlar Uyg'ur xalqining beshidan kechirgan tarixiy davrlari bilan hamqadamdir. Muqomlar ko'plagan makon va bir qancha zamonda Uyg'ur xalqining nurg'unlagan bastkorlari, naqshchilari va chalg'uvchilari tarafidan ijod qilingan xalq muzikasi. Bu ketim asliga vorislik qilib qaytaratlangan, to'liqlangan, mukammallashtirilgan 12 muqom, 360 ahang, 4492 misradan tarkib topgan. Hamda u yana Uyg'ur klassik shoirlarining she'rlari, Uyg'ur xalq dostonlarining parchalari va xalq qo'shiq beytlarini o'z ichiga oladi. Risale hecdin nalan körermen Körermen canı zarni Bana ya Rab nesbetsen Ne bulgay gül uzarım Hafif iştim kenal andan Andak فرحات Kelip karvan yandı Uydulur şem-i mazar Eğer gül perdede bulsan açık aram alır bulgun Vay cemalın nice mehri Nasıl hürey
Risalen bir memnun kiyel Dili ümmü duvarım Yaka mümkün emel tecrüb Asıl kılmayın erişim Hazan bergi kebi berbat Eyley her ne barımni